Salom do'stlar, siz bilan har doimgidek Sayza Gaming. Do'stlar, bugungi videomiz sizga manfaatli degan umiddaman. Bugungi videomiz BizAdacha, ya'ni barcha telefonlarda BizAdacha ishlashi mumkin. BizAdachani qanday o'rnatish mumkin? Albatta, Gfotol orqali. Yangi chiqqan Gfotolimiz barchaga yoqadi degan umiddaman. Do'stlar, videomiz keng tarqalishi uchun keng manfaatli bo'lishi uchun albatta kanalimizga bittadan like tugmasini bosib, videomizga like tugmasini bosib va kanallarga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llashingiz hamisha meni energiya beradi. Keyingi videolarda ko'proq chiqish uchun albatta menga bittadan like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlasangiz biz xursand bo'lamiz. Emasa, do'stlar, videoni davom etamiz. Videomiz Gfotol o'rnatish haqida. Gfotol o'rnatamiz. Batafsil tekshirmasdan o'rnatishni bosamiz. Ochish tugmasi va bu yerdan bosamiz. Bu yerda bosgan paytimizda bizga ya'ni YouTube'ga kirib ketadi va YouTube'dan bitta like tugmasini bosib qo'yamiz. Yoki videoni qanday o'rnatish haqida video bo'ladi. Ko'rib qanday o'rnatishni tushuna olasiz va bu yerdagi nazar tugmasini bosamiz. Do'stlar, bosgandan so'ng bu yerda bizda bitta knopka chiqadi. Gfotol oynani ochishimiz uchun va ochishimiz uchun bizga Shuzuk app kerak bo'ladi. Shuzuk appdan bu yerdan qanday qilishimiz mumkin? Bu yerda tugmasi bor. Developer options, ya'ni Shuzukdan o'rnatishimiz kerak. Shuzukdan o'rnatishimiz uchun bizga kerak bo'ladigan narsa настройка, telefon настройка, Android. Buni kiramiz. Bu yerda 3 marta bosamiz. 1, 2, 3, 4. Qo'shimcha sozlanmalar, dasturchi sozlanmalar, dasturchi sozlanmadan mana USB dubbing olamiz, buni teramiz. Bu yerda kod so'riladi, tepadan kodni terib aktiv qilamiz. Menda aktiv bo'lgan, shuning uchun yana buraya qaytamiz. Burada start tugmasi. Bir yerdan xullas, endi yana Gfotolimizga qaytamiz do'stlar. Mana bu yerda esa global tugma oynasi mavjud. Mana boshladik do'stlar. Mana open tugmasi boshlandi. Bu yerda birinchi navbatda buni bosamiz. Bosganimizda ikkinchi buni bosamiz. Mana. Uchinchi buni bosamiz. Endi navbat buni bosamiz.
servisimiz yaxshi ishlamayapti. Xullas, uchinchisi bu ya'ni lobbiga kirganimizda uchinchisini bosamiz. Eng oxirgisi uchinchisi bo'ladi. Ishlamayapti. Videoni to'xtatib turamiz. Uchinchisini navbat. Uchinchisini bosamiz. Mana ko'rgandek do'stlar, uchinchisini bosdik. E'tiboringiz uchun rahmat. O'ynashingiz mumkin. Omon bo'ling do'stlar.